bir voqeani aytib bermoqchiman. Bo'lib o'tgan voqea. Bir er xotin bor ekan. Juda ham baxtli yashashar ekan. Bir o'g'il, bir qizligi bor ekan. Xotinining dugonasi uni majburlab bir kuni psixologga olib borib, hayotingni yaxshilab beradi debdi. Psixolog bilan suhbat bo'lib o'tibdi. Eringiz sizga gullar sovg'a qiladimi debdi. Yo'q debdi. Tilla taqinchoqlar olib beradimi debdi. Umuman olib bermaydi debdi. Chet davlatlarga sayohatga olib chiqib turadimi? Yo'q, olib chiqmaydi. Ha. Sizni uyda o'rningiz yo'q ekan, sizni sevishmas ekan, siz sevilib yashamayapsiz. Siz bu oilani, bu erkakni tark etishingiz kerak debdi. O'zingizga boshqa yerdan baxt qidiring debdi. Bo'lmasa hayotingiz shunaqa o'tib ketadi debdi. Kelib yeriga to'polon qilibdi. Gul sovg'a qilmaysiz, tilla olib bermaysiz, chet davlatlarga safarga olib chiqmaysiz. Yerovoy pulim bo'lsa olib beraman, Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketsa hammasini qilib beraman. Bilasan, ro'zg'orga yetib turibdi topgan pulim. Deyishiga qaramay, yil davomida to'polon qildi. Bora turmushligi buzilibdi. Ular ajrashib ketishibdi. Ayoli o'zi orzu qilganidek bir boy badavlat erkakka turmushga chiqibdi. Ikkinchi ayol bo'lib turmushga chiqibdi. Eri esa bir yosh, turmush ko'rmagan 21 yoshli bir qiz bolaga uylanibdi. Hayoti juda ham go'zal, juda ham farovon bo'ldi. Chunki qiz oqila chiqibdi. Haligini eri bo'lsa, gullar olib beribdi, tilla taqinchoqlar sovg'a qilibdi, chet davlatlarga olib chiqibdi. Lekin ko'rgani bir hafta, 2 haftada 1-2 kelib ketar ekan. Ko'rgani kam kelasiz deb to'polon qilsa, to'g'risini aytar ekan. Voy, men birinchi xotinimni sevaman, yaxshi ko'raman. Senga dunyo uchun uylandim dedi. Oxiri u bilan ham to'polon quvurgandan keyin eri uni kaltaklay boshladi. Ura boshladi. Tushkunlikka tushib qolgan ayol bora o'zini osibdi va bir misra xat qoldirib ketibdi. Bu kunlar, bu taqdirni yaratilishi, bu kunlarni ko'rishimga faqatgina o'zim sababchiman deb yozib ketibdi. Ayollar ehtiyot bo'linglar. Ayrim psixologlar bor, ularga aldanib qolmanglar. Hadisda kelgan Rasululloh bekorga aytmaganlar. Boylik bu moddiyatning ko'pligida emas, ko'ngilni to'qligidadir. Juda ehtiyot bo'ling.